Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq Oçuq söhbət proqramımızı görüşənlərlə qızğın qarşı alırıq. Mən Abdullah Yılğun. Qadirli görürlərimiz, hamılarına məlum bolğandək biz bu proqramımızda millətimizə aid bolğan, Şərq Türkistana aid bolğan hər xil mövzularda, hər xil il məhəllərimizi, dərnək, cəmiyyət rəislərimizi, məsullarımızı çağırıb söhbət edib berib kilovatımız bugün mü şunun davamında söhbətimizin davamlaşdırımız. Bugünkü baş temimiz, temaga kirishdan burun ilgirma bir qancha qatimliq bugünkü studiyamızga kelib bergan mehmonimiz ilgirma bir qancha qatimliq söhbətlərdə bo'lgan hörmətlik Mahmudjon Erkin apandimni taklif qildik. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. O'zi Qarabük Üniversitesi Türk Dili Edebiyatı magisterlik o'quvchisi. Shundaqla millatimizga oid, millatimizning dardida kuyayotgan, shuningga aloqador material, kitob, maqola yozayotgan bir ziyolimiz. Qimmatli vaqtini chiqarib kelib berganligi uchun oldin ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Rahmat sizga. Auzubillahi minashshaytonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Sizlarning bu xalqimiz uchun qo'linglardan kelgan doiracha fidokorlik bilan xizmat qilib, ulug' vatanimiz Sharq Turkistonning ozodligi uchun o'rtaq kuch chiqarib ishlayotganlarga o'zim nomidan, xalqim nomidan rahmat aytaman. Sizlarga rahmat. Ko'pdan-ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz naq maydondan taqdim etdi. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmaga aloqador har qanday savol, fikrlar bo'lsa, yezishinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizning foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi programmamizning bosh temasi albatta aqaqidin ikki program o'tkazamiz. Birinchi bölümümüzde biz O'rta Sharqdagi davolg'ish va Sharq Turkiston bosh temamiz bu. Albatta xalqaro bizning kundalik xabarlarimizda bo'lsin, xalqaro vaziyatni ko'rsatib turayotgan har qanday kishi bu rayonniki bo'lib Turkiyaning atrofidagi O'rta Sharq rayoni umumiy jihatdan albatta bu bugungi masala emas, yillardan buyon o't ichida, qon yoshlar ichida, yig'izlar ichida davom qilyapti. Xuddi bizning Sharq Turkistonda tutaksiz holatda dunyoga bildirmay Xitoy rezilligini eng vahshiy shaklda millatda bu O'rta Sharqda bo'layotgan vahshiylikdan cho'ng vahshiylik vatanimiz yuz beryapti. Dünya kameralari bu vahshiylikni ko'p ko'rmagan bo'lsa-mu Xitoyninki yepishi bilan. Bu yerdagi har kuni biz anglab turayotgan bu masalani biroz paranglashaylik deb o'ltirdik. Oldi bilan bu Iran bilan Amerikaninki urush ehtimoli bormi deb bu yerdan kirsak. Chunki oxirida Qosim Sulaymoniy masalasi jiddiy xalqaro kun tartibida masalalarga qiziq jiddiy talash tartishlar bo'lib ketdi. Bir-birini tahdid selishlar degandek. Mishadan boshlab kirsak, uning keyindan Iranning O'rta Sharqdagi roli bu masalada to'xtalamiz. Birinchisi shu Amerika bilan Iranning ziddiyati qaydaqdir bir Qosim Sulaymonning bir etib tushirib o'tishilarga bir to'lib qolgan ziddiyat emas bu. Bu Iran bilan Amerika o'rtasidagi ziddiyat mandaqchi bo'lgan chog'da İran'ın yadro qurolga erishish arzusini Amerika başlıq bütün dünyanın ki qarshi turishi, xalqaro qonun nuqtasidan chiqib qarshi turishidan kelib chiqqan bir ziddiyat hamda bu. Amalan bilamizki, İran Iroq bilan 10 yil urushib, birisi-birisini yengolmagandan keyin Saddam 2 yildan keyin Kuvaytga hujum qilish bilan birga Paris qo'ltiq urushi birinchi qatimliq cho'ng bir urush maydoniga keldi. Shundan keyin Iranning albatta yadro quroliga erishish orzusi kundan-kun kuchayib ketdi. Ham bu yo'lga qaylab menish bilan birga belgilik darajada natijani qo'lga keltirgan bo'ldi. Endi bu yerda bir masala bor, O'rta Sharqda nimishqa ziddiyat besiqmaydi. Bu ziddiyatlarning hammasi ya Iroqqa markazlashidi, ya Ironga markazlashidi. Buning markazida yana Turkiya bor, Saudiya Arabiston bor, Misr bor. Degan bir qiziq bir nuqta chiqaram berdi. Seymilxon Töntonning o'zining o'lmas asar bo'lgan madaniyatda to'qinishi va dunyo tartibining qayta o'rnatilishi degan kitobida 96-yilda yozib nashr qilib ekan. Ilmiy maqolalar to'plami.
Shuningda hozirgi dunyodagi realniy mavjud masalalarni o'ttirib qo'ygan chog'da O'rta Sharq masalasida alohida o'rin tutibdi u kitobda. Bu shunda debdi Saymil Xontinto. İslam dünyasida yadroliq bir davlat yo'q. Xo'sh. Bu yadroliq davlat kim bo'la oladi yoki hozir o'zini yadroliq davlat deb qaraydigan davlatlarni retkizganda Turkiyani tashkil etib chiqdi. Bu shunda debdi Saymil Xontinto. Andan keyin Iran, Pakistan, Saudiya Arabiston, Misr qatorliq 5 davlatni birdan tashkil etib chiqqan gap. Xo'sh. Endi bu yerda bu tashkil etib chiqish natijasini to'xtatishning hojati yo'q. Hem demisimi bizde Uygurlarda musulmon e'tiqod kimligimiz bor. İslamdan iborat bir musulmonlik e'tiqod kimligimiz bor. Albatta bu bizga nisbatan belgi ta'sir ko'rsatadi. Hem buningda İslam dunyosi hozir hammalarga ma'lum g'oyat zo'r bir energiya bazasi endi bu. Anadagi tugatuvchilar bazasi. Anadagi iste'molchilar bazasi. Anadan keyin bir emgak kuch bazasi, arzon emgak kuch bazasi endi bu. Mayli bu hozirgi arzon emgak kuchlarini mayli Yevropa bo'lsin, mayli Amerika bo'lsin, belgilik darajada unumli qo'llanib mengayotadi. Masalan, ko'chmay elish, o'qilish yo'llari orqali. Bu İslam dünyasını shunday bir qattiq o'yga selyotadi. Biz nima uchun Yevropadek yoki Amerikadek bir kuchli bo'lolmaymiz? Bizning dinimiz bir tursa, muqaddas dinimiz tursa, islom dini, payg'ambarimizmi bir tursa, bu nima uchun biz bunda qilolmaymiz? Bizni Amerika kelib bo'za qilyotadi. G'arbmi kelib bo'za qilyotadi deydigan bir ideya hamda umumyuzlik har qanday odamda uyg'unish bor. Buna nisbatan bir silkinish, buna bir javob izlash bor. Xo'sh. Bu g'oyat zo'r bir baza bor. Emgak kuchi bor. Anadagi energiya bor. Buningga demak bir yadroliq bir davlat o'tirg'i chiqsa, xalifalik tuzumidagi masalan Osmon Turk imperiyasidak bir davlat o'tirg'i chiqsa, anadagi bizni o'zimiz xalifalik asosida bo'lsa, islom dunyosini birlashtirib biz bir gavda kelsak, anadagi bizni yo Yevropa yo Amerika bo'za qilolmaydi deydigan bir xil ideya bor. Bu davlatning ichida biz deb ketgan davlatlar qatorida albatta Iran bor. Xo'sh. Endi Iranning ama tarixiga qarab baksak, Iranmu aynı zamanda Rossiya tarixlashlikda deb nayt shalliq tarix yaratgan bir millat ham bu. Xo'sh. Bunda bo'lgan ekan, bu ninki yani kelib Iran bilan Iroq urushida nayt ig'ir talafot chiqib ketgan bir davlat bo'lg'achqa. Bu biz yadro quroliga erishib, butun dunyodagi islom davlatlariga markaziy bo'lsak, yadro davlat bo'lsak, anadagi g'arbga yoki Amerikaningki ba'zan harakatlarini bizga bo'lgan tajovuzlik deyli yoki sumirgichilik deyli yo boshqa harakatlar qarshi tura olmaymiz deydigan bir ideya bor bo'ldimi. Bu ideya Turkiyadami bor? Saudiya Arabistondan bor, Misrdan bor. Buning ichida hozir endi harbiy kuch jihatdan Turkiya bilan albatta Iran kuchli, Saudiya Arabistonmi kuchli, lekin Saudiya Arabistonga nisbatan Turkiya bilan İran'da güçlük emas. Men shunday qarayman. Ama Saudiya Arabistondagi diniy kimlik intayin kuchli. Aviyada ulug' payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning maqbarasidan bo'lishi bu nihoyatda bir afzal sharoitga qilib qo'ygan. Shunglashqa bu Iran shu butun islom dunyosidagi biz yadrosi bo'lmaydi degan bir ideya bo'lganligi uchun Suriya urushiga qo'l tiqyotdi. Andan keyin İslam dünyasındaki mesela İordaniya deymiz, Palestin deymiz, hammasiga qo'l tiqyotdi. Bu qo'l tiqishiga lekin İranda iqtisod kamchil, xalqning ichki ziddiyatini ig'ir. Andan keyin diniy jihatga sunniy Shia deydigan mazhablar o'tirishga ko'rashmi İranga nisbatan belgili ta'sir ko'rsatib, kengayishini madashib aytganda boshqa xohlamayotgan bir avval bor. Bu xil avval ostida İran'ınki bu ziddiyati xalqaro sahnaga borgan sari chiqib kelyotdi. Shunga İran mayli Palestin masalasi kelgan chaqda İran'ınki burunqi zonlisi ya zonimisi Nijat Ahmadiymi biz hattoki Isroiliyani xaritini o'chirib yetamiz degan gaplarni qildi. Maqsad o o'chirib yetma degan gap mediatik gap bo'lib qoldi. Amaliyotda bu mumkin emas.
bu deyiş arqali islom dunyosining yadroliq o'zining yadroliq bir davlat ekanligini e'tirof qildirishni ular arzu qilyapti. Bu albatta Yevropadagi, mayli Amerikaning davlatlarninki u yerdagi manfaatiga nisbatan belirli ta'sir ko'rsatyapti. Xo'sh. Shu bu ziddiyat shunda boshlanib chiqyapti. Amaliyotda endi siz degandek bu yerda bir urush bo'lamdi. Menimcha hargiz urush bo'lmaydi. Nima uchun? Bu yerda urush bo'g'dak sabab bormi? Hech qanday sabab yo'q. Masalan, islom dunyosiga yetakchi o'rinda yadroliq bir davlatga haqiqatan ehtiyoj bor. Lekin ehtiyoj bo'ladigan davlatlarni biz qator qilsak, u davlatlar bir-birini e'tirof qilib, Xo'sh. masalan, ideologiya sohasidan, fan texnik sohasidan, harbiy kuch sohasidan, ma'rif sohasidan, coğrafiya sohasidan, nurg'un sohasidan e'tirof qilgan bir davlat mavjud bo'lmadi. Amaliyot buning ichida ideologiyasi, harbiy kuchi, fan texnika, ma'rif sohasidan Turkiya misdan kuchli. Lekin Turkiyani ularning qabul qilishi bir masala hamda. Nima uchun deganda biz Turkiyani Osman Turk imperiyasi dunyoga, o'tga islom davlatlariga yoki dunyodagi nimaga izilgan millatlar 500 yil xaliflik yurgizdi degan bilan arablar unda qaramaydi. Bizni 500 yil qul qildi deb qaraydi. Bu bir nozik masala bu. Shuning uchun bu bir yadrolik davlatning bo'lmasligi bu yerda Ironni jug'utayotgan gap. Biz yadrolik davlat bo'lamiz deb. Chunki bu endi chiqyapti, ammo urush bo'lmaydi dedik boya. Amerika hamda shu Ironningki arzusiga yetish yo'llarini kesayotgan gap. Bu ilqi Qosim Sulaymonni urib yetishi, o'ttirib yetishilar hozir hamda Iron bilan Amerikaning bir ziddiyati o'ttirib laylab chiqib olib ketib berib hamda xalqimiz deydi voy 3 dunyo urush portlaydi degan, ya xalqimiz bo'lsin, ya boshqalar bo'lsin, bundaq bir ziddiyatlar qaynamada bor hamda. U amaliyotda u mumkin emas. Nima uchun deganda hech qanday bir urushimiz bo'lmaydigan ish yo'q. Bunda. Lekin biz birinchisi Amerikaning ichki vaziyatiga qarab boqaylik. Amerikaning ichki vaziyatida Amerika xalqi hozirgi hokimiyatidan rozi. Nima uchun degan chaqda turib, agar Amerikani to'g'ri yetaklab ma'misa 4 yildan keyin chiqib ketsa bo'ladi, u yetaklaydigan odam chiqadi. U yerda faqat ishsizlik masalasi. Lekin Amerikani kuchlantirish masalasi bor. Undan boshqa menimcha undayliqi hokimiyatga tahdid kelib, Amerika xalqi o'zi hal qilolmay bir ziddiyat qaynab chirib qolgan ish yo'q. Endi Eronning ichki vaziyatiga qarab boqaylik. Eronning ichki vaziyatida 1979-yilgi Palava podshohligini ag'dirib etib, Fransiya, Amerika boshqa davlat Angliyalar, bo'libmi Fransiyaning roli intayin kuchli bo'ldi. Undan keyin nima keldi? Hozirgi Amani. 79dan keyin. Hozirgacha hamda Amani shu 40 yilga yaqin podshoh bo'lib, nimda shuni qilyapti-da, bir mustabilik davlatlar. Buningda Eron xalqininki dunyo bilan uchiqashtirish yo'llarini kesib tashlaydi. Mustabilik davlatlar ham shunday qo'y, masalan, Kommunist Xitoy imperiyasi Uyg'urlarning dunyo bilan uchiqashtirish yo'llarini ham kesib tashlayotgandek, kesib tashlaydi. Bu Eronning ichki qismida ziddiyat nihoyat ig'ir. Bu shunday bir ziddiyat bor vaqtida mayli Amerika bo'lsin, mayli Yevropa bo'lsin, kelib paloq quloqlarni urib qo'ysa, xalqni ittifoqlashtirib qo'yadigan bir holat chiqib qoladi. Bu shuni uni hargiz qilmaydi. Lekin Qosim Sulaymonni o'ttirishga Amerikaning ham ehtiyoji yo'q. O'ttirayman desa, nima uchun u vaqt o'ttiraydi? Uning oldida o'ttirayman. Shu qadar Qosim Sulaymon Suriya urushiga qo'l tiqib, Falastinga qo'l tiqib, nada islom dunyosida bir ish bo'lsa, shu qo'l tiqib o'tib kelayotgan odamni dala Kommunist Xitoy imperiyasidan savdo to'xtam qo'yish uchun o'tgan qag'indilar o'ttirib etdi endi bu. Ama shu endi yaqindan. Bu nima uchun bunday bo'lib qoladi deydigan bir savol. Demak, biz Eronning ichki vaziyatlari xalqdanki Eron hokimiyatidan, hozirgi mustabid hokimiyatidan norozi bo'lish nihoyat yuqori ballaga chiqdi. Uning oldirim Qosim Sulaymon o'tmasdan turmadan namoyish bo'lib turibdi. Xo'sh. Bu xil avvalosida urush bo'ladi deb qarash menimcha bir xil mantiqsizlik deb qarayman. Ammo lekin urush bo'lib qilishi mumkin endi o'yladimmi? Chunki bu davlatlar orasi munosabatda biz u davlatda yashab boqmadik.
Nemqamdıq faqat Türkiyədə öyrənən bilimlərimiz bizningki Ekrem Erkin tarix ustozlarimizning, boshqa ustozlarimiz so'zlagan leksiyalarni analiz qilish orqali uni oldi o'qigan kitoblarimiz asosida hozirgi nimani chiqaryapmiz emasmi? Hamda u bo'lib qolishi mumkin, lekin u urush bo'lishi menimcha mumkin emas deb qarayman. Hem nurgulluğun fikirlerin bağı degeninizdek meyli Arap dünyasındaki analizciler olsun, mütehassisler olsun. Eminette İran'ınki meyli İsrail'e bilen olsun, Halil'in üçürütme o bu diyen gaplar namımızı kuruk gap Şiran'ın akısta. İkran aldık gaplar Şiran'ın akısta birbirinden apak çapak yakın dostlar hikayeli doğrusu da. Bir dastıkhandan şilbörler hikayeli doğrusu da. Xoş. İran'ın o'tir şahsdagi roli nima deganga? Biz boy dedik, islom dunyosida bir yadroliq bir davlatning bo'lmasligi, islom dunyosida o'zini kuchli sanaydigan har qaysi jihatdan. Men ash davlat islom dunyosining yadrosi bo'lsam bo'ladi degan davlatlarni albatta islom dunyosida biz bir nima qilaylik, harakat qilaylik. Har xil usullar bilan, mayli diplomatiya, mayli harbiy, mayli siyosiy, mayli iqtisod, mayli ma'rif jihatdan bir harakat qilaylik deydigan bir orzuni bor. Nima deyapti? Turkiyadan men Turkiyada aniq ko'ryapman buni. Bor. Endi Ironningki shunga asosan yurgizayotgan tashqi diplomatiyasiga qarab baqsaq, Iron birinchidan mustabid davlat. Buni e'tirof qilish kerak. Mustabid davlatningki yurgizadigan tashqi diplomatiyasi eng muhimi ichki vaziyatning nima bo'lishidan qanday muqim tutish, qanday badal to'lashdan qat'iy nazar muqim tutishni asos qiladi. Shuningga asosan tashqi diplomatiya yurgizadi. Xo'sh. Tashqi diplomatiya yurgizgan chaqda bu Iran mustabidlik tuzumni og'dirib yutadigan davlatlarga qarta men sen qarshi turman deb İsrail'in xaritini o'chirayman, Amerikani o'qilaman, buni qilaman deyish orqali xalqininki nima qiladi desangiz o'ziga texmi bog'laydi. G'ulom Osmon akimizmi o'zi so'zga leksiyada har qanday bir davlat tashqi dushmanga ehtiyoj bo'ladi, chunki tashqi dushmanning xalqini xalqqa his qildirish orqali xalqni o'ziga bog'laydi deb. Demak, bu qiladi. Lekin Iran o'ziga o'xshash mustabid davlatlar bilan hamkorlik o'rnatyapti. Bu manda açıp etmanda bizde bir zağır gap var. Qashqardagi bir nishkash Urumchidagi nishkashni taniydi. Xotendagi bir ishtoz, G'uljidagi bir ishtozini taniydi degandek. Shu umi o'ziga o'zini qo'g'daydigan, o'zining mustabidlik tuzumini qo'g'daydigan davlatlar bilan do'stlashyapti. Ham O'rta Sharqdagi masalan islom dunyosi yadroliq o'ringa chiqara oladigan davlatlarni. Amaliyotda islom dunyosida bir yadroliq o'rinda bir davlatning chiqishi albatta Yevropa, Amerika boshqa g'arb davlatlariga manfaatiga nisbatan nurg'un ziyon olib keladi. Xo'sh. Bu o ziyonni onda ziyon olib kelishni oldini oladi. Shunglashqa bu Iran shu yadro bo'laman deydi ekan, u uni qo'llaydigan davlatlarga ehtiyoj bo'ladi. Xo'sh. Bu qo'llaydigan davlatlar masalan kim? Masalan, Xitoy imperiyasi, Rossiya qatorli davlatlardir. Çünkü uning maqsadi bu bir davlat kuchlangan sari ham material bazaga ehtiyoj bo'ladi, emgak kuchiga ehtiyoj bo'ladi. Anadan keyin shu o'zi ishlab chiqqan mahsulotlarni sotadigan bazarimiz bo'lmaydi. Anadan keyin energiyaga ehtiyoj bo'ladi. Hamma narsa asosiyat O'rta Sharqda bor. Anadan keyin strategik o'rin, jo'grafiyalik kuchga ehtiyoj bo'ladi. Bularning hammasiga ol bo'lgan ekan, shuni bu masalan Xitoy imperiyasi yoki Rossiya bu strategik kuchdan, jo'grafiyalik kuchdan foydalanish uchun Irondek bir davlatga ehtiyoj bor. Shu yerga laylam taqdim qilish Ironning maqsad. Shu yerga saklab boshqa yo'l kengayish. Shunga bu Ironning tashqi diplomatiyasiga qarab baqsaq, u davlatlar bilan yaqin. Xo'sh. Ammo g'arb davlatlar bilan ama nachar degan olmaydi. Texnik bir munosabatlar bozulib, o darajada cho'qim bir yerga kelinmaydigan holatda emas. Ama nachar. Qisman nachar hamda. Bo'libmi Ironning yadro quroliga erishish orzularini to'sash jarayonidagi elib berayotgan iqtisodiy embargo, qurol yarog' embargosi, diplomatik embargolar hamda Ironni tabiiy holda o'zining hokimiyatini qo'g'dashga majbur qilib,
Özün müstəbit hakimlik qo'llash majbur qilgan ekan bu Rus bilan Xitoy Kommunist imperiyasiga egib ketib bordi. Bu Iranning tashqi diplomatiyasi. Ham Amerikaning tashqi diplomatiyasiga qarab baqsaq, buningda ham shu nurg'ulon qarindoshlarimizda o'zining bilgan sayesinde deydi, ham adam o'zining bilgan sayesinde deydi. Pek yaxshi fikrni o'tirib qo'ydi. Amerikaning tashqi diplomatiyasi asli 1890-yilda keyin maydonga keldi, hamda sirtqi rasmiy ichildi Amerika. Bu bo'libmi Manju imperiyasida aniq ifodalandi. Uning oldida Amerika o'zininki mesela naturalistik imperiyani o'tirib qo'ydi. Ya'ni o'ziga tayinadigan, o'zining bexatarligini qo'g'daydigan, o'zining xalqini o'ylaydigan sirtqi nisbatan bir xil yippiqroq holatda. Ya'ni jiq davlatligi bilan aloqa qilmaydigan bir xil naturalistik diplomatiyani o'tirib qo'ydi. Shu holatman. Lekin Amerika 1890-yildan keyin kuchaygandan keyin tadrijiy sirtqi qator kengaydi, filfilni bosdi. Ana lekin kommunist Xitoy kommunist dedimi? Manju imperiyasiga qadar singib chiydi. U vaqtda Manju imperiyasini nurg'un davlat parcha-parcha sumirga oltiga olgandi. Shu vaqtda diplomatiyasi 3 chekildi. İçi bitiş gerek. Çoğun bu bazadan Amerikan paylanış gerek diyen de şunun dekin Amerika tecrübesi sırtqatta içildi. Lekin Amerikanın şu diplomatiyasını Amerika ta hazır kaça mana 120 yıldan açtı, 130 yıldaki oldu. Şu diplomatiyalar men ortada. Mesela Amerika 1000 küçüyüp kessin bir devletini badi uda aldı. Lekin o devletini zimini menen deb qo'shib olmadi. Hazır Amerikanın dünyada emniyet bağımlı askeri gücü değil. İdeologiyasi deylik, ma'rifi deylik, coğrafiya hamma bor. Xalqqa yeg berib ola oladi. Asos jihatdan hamda masalan Rus bilan Kommunist Xitoy u bo'lib bo'lmagan bilan ola oladi, ammo o'zing boshqa men ehtiyojli narsani olsam bo'ldi. Degan diplomatiyani 130 yilda shu diplomatiyalar mengatadi. Hali ba'zan davlatlar mesela bir urpli elil bir mening territoriyarimda sen men desem nimsem shuni qilsa deyilgan diplomatiyani yo'l qo'yimdi. Bu Amerikaningki hozir muvaffaqiyat qozonishdagi eng bir tashqi diplomatiyasiga bir muvaffaqiyat deb qarayman men shaxsiy ko'z qarashim bilan. Bu diplomatiyani hozirgacha qo'llanib kelyapti Amerika. Shunga bu yilqi Eron bilan agar Amerika yoki bir boshqa urushib qoladigan bo'lib qolsa, o menimcha tashqi diplomatiya nuqtasidan chiqqan chaqdimi? O bu mumkin emas. Anandan keyin Eron bilan Amerikaningki tashqi coğrafiyalik kuchimi o Eronning o coğrafiyalik kuchi bor deb qarash qat'iy bo'lmaydi. Nimishqa? Masalan, Eronning diniy e'tiqodi bilan Shialar bilan Sunniylar o'tirishga bu ziddiyat. Agar urush qolsa, bu murakkab bir, chekish bir ziddiyat. Bu ziddiyat agar urush holatiga o'tib qoladigan bo'lsa, o ilki İran hal qilib boshqa davlatlar bilan urushib, o'zining masalan tashqi ziddiyatlarni hal qilaman deguncha, o'tirki mashki ziddiyat bilan misli tugaydi, ya İran tugab ketadi. Shunlashqa o Eronning tashqi diplomatiya ya tashqi diplomatiya kuchi yo'q deb qarashga bo'ldi. Endi masalan deymiz, Kommunist Xitoy imperiyasidan Rossiya deymiz. Lekin ularningki uyaga rasmiy urush oltiga kelgan chaqda urush degan gap dost düşman. Bu harbiy logika bilan degan dost düşman. Ya yo'qilsan, ya meni yo'qdisan. Yasa, ya men yashayman degan gap endi bu. U vaqtida ular qanday qaraydi? Amalan bilamiz. Agar Iroqqa Amerika hujum qilsa yoki NATO hujum qilsa, biz andaq qilamiz, mandaq qilamiz, Rossiya jimli turdi. Shu chaqda Kommunist Xitoy imperiyasi andaq qilamiz, mandaq qilamiz deb, garchi harbiy tahdid samagan bo'lsa-mu, diplomatik tahdid, iqtisodiy tahdid, bu tahdidni sağgan, lekin hech qanday qilmadi. Bu urush degan boshqa gap. Shunlashqa bu Eronning tashqi yordam menimcha yo'q deb qarayman. Ana lekin u yerda Rossiyaning roli intayin cho'ng deb o'tirishadi. Hozir masalan Suriyani. Lekin urush bo'lib qolsa, Sunniylar Shialar o'tirishga bu ziddiyatga Rossiya chirib uni hal qilish ko'zi yetmaydi. Shu u astamen tuturaydi degan holat chiqadi. Shu buni Eronmi biladi. Shunga buni urushda deb qarashga menimcha bo'lmaydi deb qarayman. Xo'sh. Albatta mana shu O'ttir Sharqda bir yillardan buyon g'arb mujiq qaqshab
geldiğimizde İslam dünyasının ki bizden Şarkı Türkistan'da buluvatkan bu katliamga, bu vahşilikke sükut kıp duruşunu ciddi ayıplayan boldu. Ahirki neçe aylardan bir sizge ma'lum, hammamizga ma'lum. Bizning mesele ciddi gün tertipte Arap dünyasıdamı, İslam dünyasıdamı baş gün tertibinin beşinde halk arasında iş bulmasa hükümet dairleri bir kança Qatar nesef kalmaganda qagını sükut değil hem hakimiyetlikler ama halkın aşıda bizning mesele nayet ciddi gün tertip duruyor hazırmı. Ama otur şarkıdaki şu arxil özgürlükler bizning mustaqillik davayımıza qanday ta'sir ko'rsatdi, ko'rsatmadi. Bu otur şarkıdaki her qanday bir meyli to'qinish bo'lsin, meyli diplomatik to'qinish bo'lsin, meyli siyosiy, meyli iqtisodiy biz bilan chambarsiz bog'landi. Chunki bizniki e'tiqodiy kimligimiz islom dini bo'lganligi uchun bu bizga chambarsiz. Masalan, misolcha Qasım Süleyman'nınki etip öldürüşlerle tanılan dünyada kızgın bir bulap gitip ağam bu Şarkı Türkistan meselesi İran'ın meselesiga merkezleşip kaldı. Turupla. Enandikin Livya'daki bu mesele gene merkezleşip kaldı. Emniyette o mesele Qasım Süleyman'nınki etip öldürüştün burun hem de emelemediğimiz Şarkı Türkistan meselesi Xuddaysiga taypan borun deklam şunda tız etdi. Yani şippa da bo'lib qoldi. Yani Liviyadagi masalalar chiqishlar o'lmishunda bo'ldi. Demak bizga qattiq ta'sir ko'rsatdi. Chunki bu yerdagi hamma masalada Kommunist Xitoy imperiyasining qo'li bor. Chunki bir yangi ipak yo'lida Kommunist Xitoy imperiyasi mush davlatlarningki energiyasi ehtiyoji bor. Tugutichi Europasiga, ya'ni iste'molchilarga ehtiyoji bor. Emgek küçük ihtiyacı olması mı? Enadikin bularınki bexatarligiga ihtiyacı var. Şunlaşqa bu yerdagi hamma masalaga ular bizda o'tasak, biz mi albatta bundan ait sayyak turishimiz kerak. Hamda banda bir masala bor hamda. Agar O'rta Sharqda Amerika bilan urushib qolsa Iran deylik. Amerikaning ittifoqdoshlari intayin jiq NATO bor. Mesela NATOdan boshqa bay davlatlar bor, Yaponiya bor, deymiz, Koreya bor deymiz. Ular bor. Bu ittifoqdoshlar kelib paloq bo'lganda uni urdi, lekin urib yana uning oxirida bir masala bor. Urib yetish o'ng'ay. Lekin Iroqning o keldiği urib etdi ve 20 ayda 3-oyning 21-kuni boshladi urushni. 5-oyning 1-kuni oxirlashdi. Lekin Iroq xalqining partizanlik urushiga duch kelib qolib Amerika. İran'da bir patkaq petib qoldi. Hozirgacha Iroqda. Bu ne agar yana İran'da bo'lib qolsa, Iranni paloq bo'lib kelib uribdi, lekin yana bir partizanlik urushidek bir xil holatga petib qolish mumkin. Chunki biz boya dedik-ku, Iranning bir tarixda imperiya qurib, ham o'zining davlatini qo'lda tutib turib kelgan bir davlat. Andan keyin ulardimi fan texnik bor. O'ziga loyiq, hamda Amerika va Yevropa bilan selishtirmoqmi? Lekin muntazam askar bor. Xo'sh. Shunga u yerda petib qilishi bizningki mustaqilligimiz yoki Xitoy imperiyasiga qarshi yurgizilgan har xil usullarga ta'sir etib qilishi mumkin. Bu bir nazik masala. Ana lekin nada u daqiqa Suriya urushining Uyg'urlar ko'rsatgan ta'siridan biz aniq dedik. Nada chataq chiqishdan qilindi islom dunyosida. Buningda o Amerikaningki yoki Yevropaning o davlatlarniki islom davlatlarini qo'llashiga ehtiyoj bo'ldi diplomatiya sohasida. O qo'llashga ehtiyoj bo'lgan ekan bizning masala tashlanib qoladigan gap. Buni yana Kommunist Xitoy imperiyasi fursat bilib, har xil yo'q bir banani bizning beshimizga keltirib xalqni. Bizni yo'qtirgan usulga nisbatan belgilik darajada yo'qtirgan chora bir qo'llanib oladi. Bu qo'llanib o zatlar, masalan 2001-yili Bin Ladenninki Amerikaning qo'shma nima so'zlarini portlatishi 2003-yillik Iroq urushidan keldi bizni terrorchi deb bilan hech qanday bir jinoyat o'tkazmagan bir millatni axir quvvat terrorchi deb bir xil bizlarning necha yil o'zimizning terrorchi emasligini isbotlash uchun bizmi bir patqoq ichirib qoldik. Bu shunday bir ta'sirini ko'rsatdi, hargiz ko'rsatmaydi emas. Lekin eng muhim bir nozik masala bu yerda. Bizning islom dunyosiga davoyimizni anlatadigan derdimizni anlatadigan
yo'llarimizni kesib tashlab o'tishga Kommunist Xitoy imperiyasi yana bir foydali fursat erishdi. Nima uchun degan chaqda biz boya degandek u islom dunyosida urush bo'layotgan vaqtida u urushni qanday qilib besiqtirmiz yoki u urushning ziynidan o'zimizni qanday qo'g'dab qolamiz degan bir halakchilik chirib qoldi-da ular. Ekan u ishlar bo'lib ketib qolganlar bizga nisbatan qiziqmaydigan bo'lib qoladi. U bizning masalamiz o'lda netchinchi bir o'ringa tushib qoladigan bir holat bo'lib qoladi. Shunlashqa bu bizga nihoyat foydali ta'sirini ko'rsatadi, foydasidan ziynimiz jiq bo'lib ketadi endi. Bu aniq buni ko'ryapmiz. Masalan, Qosim Sulaymonning urilib ketishi bilan bizningki masalamiz dunyoda nihoyat shiddat bilan nimqil xalq dunyoniki gün masalasini oldin qator kelayotgan masala hozir shippa to'xtagan bo'ldi. Hozir qo'ygan biz tirishchilik ko'rsatishimiz orqali yana oldiga chiqib atadi. Chunki u yerdagi Kommunist Xitoy imperiyasining yurgizayotgan insonga qarshi jinoyatini albatta hech kim qabul qilmaydi. Biz texmi tirishsak bo'ladigan ish. Shunlashqa biz bu masalada hechmi qutlanmaymiz. Ya uni chechiribmi o'zimiz hal qilolmaymiz. Ammo sagak turib yaman diqqat qilishimiz kerak. Anaki xalq bizning xalqimizmi qandaqdir bir ish bo'lib qilishi, masalan Qosim Sulaymonninki etib o'ldirilishi qandaqdir bir islom dunyosi qilingan hujum emas. Bizning xalqimiz islomni aytdi so'ydigan millat. Buni oldin ustozlarimiz nurg'un ahli sunniylar nurg'unlar xo'shal bo'lib tabrikladi bu. Shuni aytdi men degan gap emas, bizning burungi shu mayli programmada bo'lsin, mayli suhbatida bo'lsin, da'vatida ustozlarimiz. Bu islom dunyosi qilingan hujum emas. Endi Qosim Sulaymonninki Suriya xalqininki qiyinlan nurg'ulg'an qiyinlan bo'yaldi. Dahshat bir qonxo'r-ki bu. Anadikin bu eng yomon yeri İranninki, hozir mustabid İran hokimiyatininki O'rta Sharq kengayish yo'llaridagi bir qo'l endi bu. Endi shunlashqa uni o'ttiruvchi qandaqdir islom dunyosiga jang ichib qilish emas. Shunga bu xalq bilan qaymoqib qolmasi kerak. Anadikin bu Qosim Sulaymonning aytilishi amaliyat mening nazarimda Kommunist Xitoy imperiyasi o'lgan bir til shaplaq deb qarayman endi. Nima uchun? Biz boya dedik, ularni u yerga nayt ehtiyoj bor. U yerga saklab bir laylimi taxtisi qilmoqchi endi. Xitoyning. Kommunist Xitoy imperiyasi Turkiyani tanlayotdi. Lekin Turkiyaga ish qilolmaydi. Turkiyami ish qilolmaydi. Yangi İpek yo'lida agar İran, Misr qatorliq davlatlar Turkiyadek ichki muqimlikni saqlay olsa, Turkiyani tanlamaydi. Chunki biz Sharq Turkiston masalasi Turkiya hukumatiningki qarshi turishiga yoki qo'llamasligiga belgilik darajada sabab nima qilib qolsa, endi qo'llashiga yoki qarshi turishiga Turkiya bizning iqtisodiy kuchimiz yo'q, ya o'nimiz yo'q, bo'limiz deb qo'limiz guldan maslik aylanmasmi xalqimizning qo'llashi bor. Bu xalqimiz Turkiyada saylaydigan xalq Turkiyada. Xo'sh. Bu ondan ular qo'rqdi. Anadikin bu bir yangi İpek yo'lining hammasi Türk coğrafiyalarda o'tadi. Türk coğrafiyadagi hamma davlatninki umidi yana Turkiyaga qaylab baqadi. Qaylaydi. Bu xil avval aslida Kommunist Xitoy imperiyasi Turkiyani tanlashdan tanlamaslik ehtimoli yo'q. Ammo tanlamay desa İran bilan Misrda men sizning kunda ko'rasiz shu hukumat qarshi har xil faoliyatlar o'zini bo'layotgan ekan, u muqimlikni saqlash u yerda bir masala. To'g'ri. Shunlashqa bu Kommunist Xitoy imperiyasininki İranga saklash yo'liga nisbatan urilib o'tgan bir testak. Manadikin Amerikaninki İranning neftlariga yurgizgan embargolarga qarshi chiqayotgan davlat albatta Rossiya bilan yana Kommunist Xitoy imperiyasi. Amaliyotda biz Suriya urushida Rossiyaning maqsadini aniq dedik. Hem Kommunist Xitoy imperiyasining energiyaga hamda g'oyat zo'r ehtiyoji bor. Bu ehtiyojni albatta bular boshqa yo'llar bilan elish qaraganda, ya'ni O'rta Sharqniki bir azan to'shib chirib ketish qulaylik, bexatarlikni o'ylab, shunga buni ehtiyoj bo'lganlik uchun bu İrandagi masalaga qattiq diqqat qiladi. Agar İranda demokratik bir davlat, İran demokratik bir cumhuriyat qurildi deylik Turkiyadek. Bu vaqtida Kommunist Xitoy imperiyasi nima deysa deydigan bir holat chiqadi.
Jozda anarken özünün dövlətinin mənfəətini qoğdab durub, söhbət ötüzən bir dövlətine çıxıb qilishi elbette o Komissiyada impressiyasını nəhayət rahatsız qıldı. Xoş. Şonlaşqa ulamı yaman diqqət qıldı. Mən şunda qarayman, o elbette bir dəstək urub etkenliki. Sen bir kemme digerliki bu mənliqi soy söhbəti imza atqan nəhayət yaxın bir halətdə boldu-çu. Doğru. Şuna bunu mən şunda qarayman. Xoş. Hayır, onda olsa programımızın ahırda ahırkı masalını değiştirelim. Ameliyatı bu baş temamızga bevasıta münasebet hükümüsüm yani Amerika'nın gibi çıkanlık için ahırda devam kılıbatkan uzun devam kılgan bu Xitay Amerika oturistiki soğuda oluşuyla bir dastlabki kelişim imzalandı. Aldı da Amerika'dan ki Uygur kişilik hukuk kanunu imzalanışı kütüp turulubatkan bir kanun batıyamdı. Siz degендek ma oturuşalıktaki ma bulup ma Qasım Süleyman'ın uğraşından keyin iki devletden birbirisini ciddi axbaratla meşgul kılışı Uygur meselesini biraz tövenge düşürüp koygandek bir halet şekillendi. Onu dep dursak bu iş bu boğandan keyin bu dastlabki Suudi kelişimi imzalandı. Dünyanın arka şeylerdeki halkımız bunun dönemde aldığımız kütürlatkan bu kanun imzalanmaya kalamı degендek Xitay bilan shunday yarışıp ketami degендek bir xil tushunchalar yo'q emas. Amaliyotda buni ishiga qarasak ham Xitoy biraz bir nafas elib olishga bir o'rni hazırlab olgan ekan. Chunki nurg'un narsaga hammasiga shu Amerikaga taslim bo'lib ma'qul deyishga majbur bo'lgan bu Xitoy. Birinchi bosqichlik kelishimda. Bu shaxta azroq so'zingizni alsak, unga program tugatsak. Şu Amerikadan Komissiyada impressiya savdoga birinchi bosqich qo'l qo'ydi. Bu başlanğanın birinci basışı qol qo'ydi. Demek ki axırlaşmadı. Biz Muştimda bir yarım yıl burun bir söhbət ötkəzgan o 8-ci ayın 27-sində. Biz şu çağda eyni xil degan boş uruş uzaq barmaydı deb. Komissiyada impressiya bərdaşlıq verəməydi deb. Əməliyyatda dünyadakı birinci, ikinci başqa bərdaşlıq verəməydi. Birinci, ikinci orundakı bir dövlətlərinki texi bu iqtisadi sayedeki bir uruşqa bu komissiyada impressiya bir yarım yıl bərdaşlıq verəməsdiki onun ne kadar acizliğini ifadələyib qoydu əməliyyatda. Hem de Komissiyada impressiya bu savdo söhbətidə nemin tutdu yoki nemin tutdu. Amerika nemin tutdu, nemin tutdu. Yoki Amerika nemi məqsədiga yetdi. Komissiyada impressiya nemi məqsədiga yetdi. Bunu da aman bir diqqət qılğan bir məsələ. Mən boyu dedik, bu savdo söhbətinin axırlaşqanlığı emas. Birinci qədəmindən ki tamamlanğanlığı. Əməliyyatda Amerika Komissiyada impressiyalar muşu dəyətlaşqı çigen çağda, savduruşu çigen çağda 5 tələbini eniq oturub qoyğan. Birincisi tənsiz savdunu tügütsə. İkincisi pen texnikininki uğurlayışığa yoki pen texnik patent huquqi hürmət qilsa. Üçüncüsü pul muamelanı içib etsə. Dördüncüsü uçurunu içirsə, beşincisi siyasi islat ilib bassa dedi. Bunun içində əzrimdə söz söhbəti qarayılğan bolsaq, tənsiz savdunu tügütüşkə ma'qul dedi. Bunun bir qədəm aldı. İkincisi pul muameləsini içib etilgan boldu. Ama lekin bunun içində Komissiyada impressiyanın beşini qatırdığan en mühimi ki üçüncüsü pul muameləsini içib etilgan lekin patent huququ hürmət qıldığan boldu. Onun qılman dedi. Qılın dedi. Ama şikayet olunmadı. Uçurunu içib etiş bilen bile siyasi islat elib berishqa. Əməliyyatda biz qarab baxaylik, Komissiyada impressiya meydanğa kelgandan tatib 1949'dan tatib taki 1980 yıla kadar siyasi islat edilip nimekilerini baştan geçirdi ola. Birbirini yiyip, bir yiyamagan bir topu kaldı, yok şu topudan başka neslini yiyip ola. Hazırki bir aletki geldi. Bu Amerika'nınki bu savdo söhbətində biz əmdə Komissiyada impressiyasidagi məqsədimizə yetdik degan bolsa, məncə Amerika futturib etdi. Nima üçün? Amerika'nın məqsədi bu savdo söhbətində Xitaydan jiqraq bir narsa edib iqtisadını to'xtatman, iqtisodiy kengash yo'lini to'xtatman degan bolsa, o Amerika Xitoy Komissiyada impressiyaning hozirgi holat kelishki tarixini uqmagan bo'lib qolgan bo'ldi. Uni albatta Amerika bildi. Shunlashqa unda maqsad bo'lib qolgansa mutlaq Amerika futturib etdi.
Agar Amerika o'zi degandek siyosiy islohotga nisbatan majburlayman deydi ekan, bu suhbat endi boshlandi. Xitoy imperiyasi bir qatim yo'l qo'ygan bo'lsa, ash nishonga yetmaydi ekan, Amerika mag'lub bo'ldi. Endi mana deydi. Xitoy imperiyasi nima qildi? Davomli ustiga ketaverdi deysiz. Bu suhbat davomlashadi. Ammo hozir bu ikki davlat mushu bir natijaga erishishi ikki davlat uchun bir deyilish fursati bor. Xitoy uchun davlatniki o'zining ichki vaziyatini turaqlashtirib olish fursati bor. Hamda sizmi shu yerda turgan Mamit turgan o'g'lining axborot vositalarining hammasi yolg'onlamg'i. Kim biladi, eshadi bo'lgan bo'lsa, gizliga qayilgan bo'lsa, hayron qoldik. Amerika bilan biz mandaq bir suhbat o'tkazdik deb u o'ziga g'alaba qildik deb degan. G'alaba qildik. Bu biz Jungoni gullantirish uchun manda foyda bor deb bir mana deydi. Elə xuddi bizdə bir gap var, morning tutun açığın mor biladi degandek, amma qağın o'zi bildi ondalar. Demak, bu iqtisodiy jihatdan uning kengayishi yo'llari qisqaraydi. Ammo harbiy jihatda kengayishi. Hozir endi Xitoyning ikki aviamatkasi bor. 4 ni yasayotadi, balkim 1 yilda bitadi. Yasagan ekan, hozir bitadi deydi endi, ammo yosh yilda bitadi. Agar harbiy kuchi kengaysa, harbiy kuchini to'liqlab kengaytsa, u vaqtda bu so'z-so'kbitini yetishtirishga o'ngay. Güçlük adamlarının, güçlük devletlerinin acizlerine nisbeten nemi kılıyor derseniz fakat buyruklu kılıyor. Kılımı degenini kılalaydı. Mesela Rusya katta Ukrayna'nın Kırım'ını 2014 yıl aldı. Hiç nemi diyemedi. Donduştikini aldı Gruziyadan dünya fakat cezalı dedi hiç nemi kılanmadı. Katta Suriye'ye geldi. Bu yerga keldi hiç nemi diyemedi. Güçlük boğan iken mesela Amerika hazır halgan bir devletin kilidili palaq-palaqlı urudu. Xilot kuchli. Masalan, tabiatni yasam shundaqa. Masalan, bir yo'l bosin deydi, bir jarani keldi, yedi. Qashqarlar qashdi. Bir 2 kundan keyin qo'shiq yana ochadi. Shunlar to'xtab qolsa ekan bu. Yana 2 kundan keyin vaqt boradi, yana bijin tutdi. Bu amaliyotda o'daq suhbatdim dedi, 1884-yili Angliyalik bir yozuvchi yozgan Jo'g'rofiya degan kitobdimi? Agar sen davlatni menga quloq tutib gullantirdim ekansan, cho'qim yani boshqa bir devletini yoki tuproqni sumriga oldiga ilishing kerak. U yana bozorni etishing, ulardan emgak uchun sening foydalanish huquqing bor deydi. Amaliyotda bir davlatni besib u narsani ila oldiga hech qanday huquq yo'q. May bor deb u kesinliklar deb berdi. Uningda eng chong tajriba olgan gitlar hamda. Bu degan gap hamda sen kuchli bo'lganliging uchun uni seni qilish huquqing bor. Deydi. Shuni bu Xitoy imperiyasi hamda iqtisodiy jihatdan yo'l qo'ygan bilan harbiy jihatdan bu jihatdan yo'l qo'ygan ish yo'q. Agar siyosiy islohot ilib bormasa, harbiy jihat kuchaydi. 4 aviamatkasi chiqdi, 6 bo'ldi. Yana bir yasada 8 oldu. Hozir uning texnikasi yomon taraqqiy qildi. E'tirof qilishimiz kerak buni. U kuchayib bağandan keyin belgilik bağandan keyin o sosyopini ciddi tutib men qilmayman. Davlatimda qarshilik bo'ldi. Xalqimning qabul qilma dedisi o chaqda Amerika qanday qildi? Buni Amerika o'ylaydi. Cho'g'im o'ylaydi. Shunglashqa bu daqi suhbat nayt keskin bo'ladi endi. 2020-yili Uyg'urlar tarixidagi qulluq tarixidagi bir 6-yil bo'ladi. 2018-yili Uyg'ur tarixidagi eng nachar bir yil bo'ldi. Mening qarashimcha. Hech qanday cho'g'im ishqilanmadi. Amaliyotda ashada yetayotgan millionlab jazo lageridagi qarindoshlarimiz uchun biz bir qarindoshimiz Facebookda yozib qo'yapti. Uyg'ur saranglab dalaga chiqib ketsak o'ldirib amaliyot hech qanday ishqilanmadi deb qarayman. 2020-yili Uyg'ur davosida 6 yil bo'ldi. Mush yilda biz nurg'ulg'an natijani qo'lga keltirish uchun terishmasak, Uyg'urni to'plab u yerda bejiga ochdik. Bir achchig'imiz tutib xotin bolalarimizdan qurib tashkilot qurib elib, men ma'ni qildim, ani qildim. Nimbat 40 teşkilatımız var, 60 derinlikimiz var deb yursak, biz yo'qlab ketamiz. Boshqa ish yo'q. O da suhbatdan dedik-ku. Biz Turkiyadagi yoki boshqa davlatga manda o'ylay da'vo qilsak, shu davlatga singilishchilar harakat qilgan bo'lamiz. Shunga endi bu 2020-yilda Uyg'ur davosining bir oltin davr oldi degan chaqda dunyoning biz e'tirof qilaylik, qilmaylik, biz qabul qilaylik, qilmaylik. Dunyoning iqtisodiy, siyosiy, harbiy fen texnika hem coğrafiyalik kuch Amerikaning qo'lida. Bu men degan gap emas, qarang. Amerikaning bir yozuvchisi var, Brooks Saysi deb yozilgan bizim mamlakat e'lon qildi. Bu Amerikaning shu yozgan yozish uchun dunyoning hamma yeri borgan.
berip örnek algan. Xalq bilan paranglashgan, Amerikaga qanday qaraysiz? Amerikani sizin uchun Amerika nima ish qilib bas bo'ldi? Amerika xalqidan ag'rinamsiz, Amerika hukumatidan ag'rinamsiz deb ashunda. Amerikaning dunyodagi hozirgi o'rni qanday, Amerikani qanday qilib dunyo uchun nima ish qilib bas bo'ldi deb tadqiqot ilib olgan. Ilib olgan chaqda bu Afrikada bir Yevropalik bilan qarshilashib qilib, shu yerda degan chaqda shu gap tasib qilgan, mushkilsa shuni aniq yozarkan. Degan chaqda shu yerda shu Yevropalik deydigan. Sen xalama. İtiraf qilma, dunyoning ig'liq markazi Amerika. Sen buni unutib qolma. Demak, hozir Amerika dunyoning ig'liq markazi. 2020 Amerika saylan bo'ldi. Hozir saylan boshlanib, hozir yangi bosqich kelganda uning nomzodlari bizning Sharq Turkistondagi jazo lagerini ig'izga ilib o'tadi. Unda bo'lgan ekan 2020 cho'ng saylamda bizning masala mayli Trump, mayli boshqa nomzodlar bo'lsin, bu masaladan qochib qutulmaydi. Çünkü Amerika o'zi barpo qilgan bu xalqaro sistemada undaq bir jazo lagerining qurilib qolsa, Amerikaningki sukut turilishi albatta u boshqa davlatlarni gumonlantirib qo'ydi. Amerikaning bu dunyoga yaygan demokratik deyli, yoki kishilik huquq deyli, yoki azıqmış mavjud siyosiy tuzumini nim qildi. Yani kim başka devletli maçında kılmamdı deydiğen göz qarash şekillenip bunu men degan gap emas, bizning ustozlarimiz degan gap. Demek altın devr bo'ldi. Ama bizde tek tayyorlik yo'q. Mening his qilishimcha, ba'zi endi menda inkor qilsak bo'lmaydi. Shunlashqa altın devr bo'ladi deb qarayman. Bizning xalqimizning sa'y turishini umid qilaman. Ammo texi bu so'ni sökibdi. Masalani hal qilmadi. Hal qilish uchun bir qadam oldi. Anlatırsa hal qilgan bo'lsa, qo'ygan tamojbozlarning hammani bekor qilib bo'ldi deb umi yo'q. Agar buni rasmiy amallashtirsa, tamojbojni aslab qo'yganligini nim qildi. Endi ba'zan qarindoshlarimiz deydi, endi temamizga munosib do'stim, urush bo'lib qolish ehtimoli bormi Amerika bilan Xitoy imperiyasi o'rtasida? Menimcha yo'q. Yo'q. Endi yo'q deyishga bo'lmaydi. Ama qismen bor. Buni oldin suhbatim dedi. Amaliyotda Amerikaningki Sharq Osiyoga, Sharqqa deb askariy kuchlarni o'rinlashtirishi, deb ilg'or qurollarni, har xil qurollarni o'rinlashtirishi, diplomatiyalik hamma besim hozir oshanga o'tgandi Amerikaningki. Besim kuchlarcha. O'tir Sharqdan asosan Amerika chiqib ketdi deb qarayman men. Menfaatni kapolatga ega qiladigan asosda qilib, qag'inamiz chiqib ketdi deb qarayman. Boshqa avval ostida bu urush bo'lmasligi mumkin bo'ldi. Urush bo'lib qilish ehtimoli Kommunist Xitoy imperiyasi bir davlatga hujum qilsa, masalan Filippin bor, Vyetnam bor, yoki Tayvan, qatorliq davlatlarga hujum qilsa, bu urush portlab qolishi mumkin. Ama ilk Amerika o'zi urush qildi deyish noyati menimcha sal logiksizlik deb qarayman. Masalan, Amerikaningki 1900 Paris qo'ltiq urushdan tartib desak, Paris qo'ltiq urushini kim keltirib chiqadi? Saddam keltirib chiqadi. Eron bilan 10 yil urush qildi, 2 yildan keyin Kuvaytga o'zi hujum qildi. Kuvayt xalqi Amerikaga bordi. Men bir egilik va huquqliq davlat bo'lsam deb Birlashgan Davlatlar Tashkiloti dedi. Mening hujum qildi, meni qutqizdi. Keldi, Birleşken Devletler tasdiqlagan bir urush qilgan bir holat chiqdi. Demak, uning birinchi Paris qo'ltiq urushini Saddam o'zi otdi. Ikkinchi andan keyin Kosovo urushi. Masalan, nima urushi hamda Yugoslaviya, Milosevichni yo'q qilish. Buningga kim desangiz Angliya otdi u urushni. Andan keyin Amerika keldi. Uchinchi qatimliq urushdan Afg'oniston urushi 2001-yildagi Afg'oniston emas, hamda Taliban bilan bo'lgan. Degan chaqda 12-yilda Taliban Amerikan qo'shma binasini portlatib etdi. Undan keyin urush maydoniga keldi. Ikkinchi andan keyin Iroq urushi desak, Iroq urushi ikkinchi qatimliq 2003-yildagi ash urush eng qarshi davlat, tug'an davlat del Germaniya. Shilodur hukumat qattiq qarshi turdi. Lekin birinchi payoqni Shilodur o'zi otdi. Qanday otdi? U yerda askar tushizmdi, lekin nima Saddam Huseynniki butun harbiy nima
neft bazalariga, neft quduqlariga urush, bomba o'rlashtirib qo'ygan, qism o'rlashtirganning hammasini Shilodor hukumati muntazam tarbiyalangan askarlarni chigizib uni yo'qitib berdi. Bo'lmasa, neft bazalari o'tkazsa, portlatib etsa, urushning qimmati bo'lmaydi. Chunki u yerga maqsad endi bu boylik, hamda bu davlatlar o'tirki, urushma bu boylik talashish o'tadi. O'ninga shu asarlarni barliq keltirish uchun, ya'ni urush chiqimi oyedin olgan narsani nimasi bo'lmaydi. Onu terörlüşke bir vaqt ketdi, onu o'ylaydigan gap. So'ng eng qarshi turgan Germaniya Shilodor hukumati o'zi chirib, onu tozalab, Amerikaga yo'l ochib berdi. Masalan, 2007-yilgi Liviya urushida Fransiya keltirib chiqadi. Liviya xalq qo'zg'aldi endi. Lekin Kazafi xalqning qo'zg'ilishiga Mubarakdek, Misrning Mubarakdek chiroyli qabul qilmay xalqni bostirdi. Andan keyin Fransiya chidi. Fransiya anikin Amerika keldi. Bu mana demak bevosita urush bo'lmadi Amerika. Xuddilik Amerika o'zi kelib qutqazmasi bir bo'lmaydigandek. Bu ishni narsadan aniq ifodalani. Urush oxirida chidi. Xo'sh. Amerikaga Yaponiya urushi qilishlarni, anikin Germaniyani yo'qotishga, Angliya, Fransiyaniki yoki Avropa davlatini tel bilan chigan deganda chidi. Amerikaniki urushiniki nimasi? Yo'nalishi buni biz desak, Xitoy imperiyasining ne tadqiqotchilar bor, undan Xo'sh. Shuni bu bir nozik masala. Endi mush urush bo'lib qolsa desa, ashqalolatda bo'lib qolish ehtimoli bor. Agar unda amdilik Amerika bilan Xitoy imperiyasi bevosita urushdi desa, Amerika vaqtida o Xitoy imperiyasi islohot ilib borgan chog'da uning oldiga suhbatimda ochar vaqtdan boshlangan. Hamma pul hozir shu Yevropaning, Amerikaning puli. Uni Avustraliyadagi Ümit Musabayet qarinishimiz ilib borgan suhbatda Amerikaniki sobiq davlat katibi Hillary Clinton xanım biz hozir Xitoyga Hillary Clinton xanım urush qilsak o'zimizning bankasiga o'zimiz o't qo'yib olgandek bo'lmamdi degandek, agar urushlar qolsa Yevropa taraflari u NATO mataki Amerikaga qarshi turib qolish mumkin. Bizning bu qadar mol dunyosimiz buni yo'q qilib Şunlaşqa Amerika o'z bevosita urush qilmaydi. Urush qilib qolsa, shuni o'zini majburlaydi. Endi bu majburlash qavaqacha bo'ladi. Endi bu Xitoy imperiyasi ichki jihatda bexatarlikni saqlayolmagan vaqtda tashqi jihatda bir xil hadis tug'izib, yo urush olamdi, yo boshqa orqali xalqni o'ziga ittifoqlashtirish uchun urush qo'zg'ab qilishi mumkin. Ammo bu ehtimollik yomon tuvan. Ammo urush bo'lmaydi deb aytishga bo'lmaydi. Nima uchun degan chog'da endi u Amerikaning yoki Yevropaning o Sharqiy Osiyo o qadar qurollarni, o qadar askarni o'rlashtirib olib sukut turish mumkin. Ammo miyada yana bir intayin nozik bir masala bor. Amerika nima uchun O'rta Osiyodan chiqishga tirishdi? Masalan, Afg'oniston qancha askar ekilaydi qo'y endi. Hozirmi Xitoy imperiyasining chiqish yo'li dallan Sharq Turkiston asos qilib, ham shu O'rta Osiyodagi davlatlar bizning qarindosh jumhuriyat davlatlarimiz bilan chiqib bordi. Ham bu yerdan nima Amerika chiqdi? Bu agar Amerika bu yo'lni ichishga qat'iy yo'l qo'ymaydi. Menimcha buni ochadi deb men o'ylab ketmayman buni oldiga. Bu yo'l esa eng zarar oladigan davlat Rossiya. Rossiyaninki fan texnik kuchi, iqtisodiy kuchi Xitoy imperiyasida kuchli bo'lmasa-mu, ammo harbiy kuchi intayin xil. Nima degan bilan bu ikki qitimliq jahon urushi qatnashgan. Ikki qitimliq jahon urushida Xitoy imperiyasi birisi-birini qirib o'ynayotgan. Masalan, insoniyat tarixida eng chong 5 odam bor endi insonni qirib etgan. Birincisi Mao Zedong 60 milyon odamni qirib etdi. Ikkinchisi Stalin 40 milyon odamni qirib etdi. Uchinchisi Hitler 20 milyon. Shunda. Demak, bu yo'lda Rosba. Bu Rosni qanoatlantirib, qachon qanoatlantiraydi bo'lmas. Endi Rosning kimi o'zining ichki qismida ziddiyat nayt ig'ir. Bu Putinning u qadar jiq turilib ketishining o'zimi Rus xalqiga nisbatan bir qarshilik bor. U yer qarshilik bo'lib qolsa, bu Xitoy imperiyasi Shanxay hamkorlik tashkiloti orqali bostirman deb bostirgan bilan Rus qanday qaraydi? Masalan, Qozog'iston, Qirg'izistonda bir chatoq chiqsa, men hozir shu bostirib olar. Keyin uni bostirolmaydigan holat chiqib qolgan u vaqtda qildi.
bu silayotgan pulini qaytarib kelish kerak. Uni qaytarolmayotganda qana qildi. Shuningdek, agar chataq chiqib urushlab qolsa, bu tarafda urush bo'lib qolish ehtimolimi bor. Buni nazardan saqit qilmasdi. Shuningdek, bu yo'lni anda Amerika qilsan, qanday qilsan yoki Yevropa qanday qilsan deb tashlab boryotdi. Shuningdek, biz hamda men demoqchi, har xil ehtimolga qarshi tadbirlik bo'lishimiz kerak. Eng muhimi o'zimiz sagak turishimiz. Andan keyin cho'qim qilayotgan harakatimizni davomlashtirishimiz kerak deb qarayman men. Rahmat, Alloh razı olsun. Ko'pdan ko'p rahmat qimmatli fikrlaringiz uchun. Sizga rahmat. Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuni qilib suhbatimizning birinchi bölümü müşahede ahırlaştı. Birinci bölümü derken yani o'xshash suhbatning ikkinchi bölüm bağışlaydı deb qolmalı. Yani bir gün Mahmutcan İstanbul'da yaşamaklığı için şuna birdemden keyin inşallah başka bir mavzuda suhbat edip barımız. Xitoyga qandaq yani qarıştırdık. Ta işgaldan buyon bugungacha bu mesele biraz paranlaşımız. İnşallah köp ayrılıp ketmey. Tupturasla birdemden keyin görüşeyle. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.